Dada, bugun ustozim otangga rahmat deb aytdilar. O'qishlaring yaxshi. Shunaqa davom ettirsang maktabni oltin medal bilan bitirasan. O'qishga yo'llama bilan kirasan dedilar. Faqat ingliz tilidan sal oqsayapman. Uni ham yetkazib olsam, Xudo xolasa maktabda eng zo'ri bo'laman. Mollarga qaradingmi? Dadasi. Mollarga qaradingmi deyapman. O'g'lim. Nima? Men bir umr mollarga qarashga mahkummanmi? Aybim qishloqda tug'ilganimmi? Umrimning oxirigacha sellarga o't berib, tankini tozalashim kerakmi? Ha? Nimaga unaqa qarayapsan? Mo'ltillama, baribir tushunmayman. Seni hech kim tushunmaydi. Chunki sen molsan. Men bo'lsa odamman-ku. Meni ham yuragim bor-ku, meni ham qalbim bor-ku. Menga ham kimdir yaxshi ham borsan deshini xohlayman. Lekin butun umr faqat bitta gapni eshitaman. U ham bo'lsa molga qara. Shaharda o'qiydiganlardan qayrimkan. O'zlari o'qimagan yarasha men ham o'qimasligim kerakmi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Avval mollarga suv bergin, keyin kirasan. Xo'p bo'ladi. Dada mollar yo'q. Og'ilxonada mollar yo'q. Boylagandim. Yaxshilab boylagandim ikkalasini ham. 2 martalab mahkam boylagandim. Xos topib kelaman. Topib kelaman, dada. Nimaga kulyapsiz? O'g'lim, mana mollar qayerga ketgan? Dada yorib berdilar. Endi ingliz tilini Ibrat farzandlarida onlayn o'qisang bo'ladi. Yo'q. O'qishga ham kirasan. To'g'rimi dadasi? To'g'ri. Bir og'iz maqtab qo'ysangiz bo'lardi. Taltayib ketadi. Buncha berahimsiz. Bolamiz o'qigisi kelibdi. Imkoniyat bersangiz bo'lardi. Mayli harakat qilsin. Agar o'xshamasa qaytib kelib aytganingizni qiladi. O'zingiz o'qimaganingiz uchun endi bolamiz ham o'qimasinmi? Men ham bolamni yomon bo'lsin demayman. Shu sigiri boqsa, sotib o'ziga sarflayman. Bolang bo'ladigan bola. Xudo xolisa u bizni uyaltirmaydi. Kechiring dada. Sog' bo'l bolam. Qani, Rahmat. choy ich.